Cannavaro O'zbekistonni tanlash sabablarini ochiqchasiga bayon qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Prime Video Sport kanaliga bergan intervyusida jamoaga kelish tarixi va bu qaror ortidagi asosiy omillar haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Tajribali mutaxassisning aytishicha, u jamoaga kelguniga qadar termada muayyan o'zgarishlar yuz bergan. Xususan, avvalgi bosh murabbiy Zerechko Katanes sog'lig'i bilan bog'liq muammolar sabab lavozimini tark etgan. Shu paytda jamoani vaqtincha mahalliy murabbiy qabul qilib, saralash bosqichida muvaffaqiyatli natijalar qayd etgan. Jamoada avval Katanes ishlayotgan edi, lekin oxirgi o'yinlar arafasida u sog'lig'i tufayli chetlashdi. Keyin mahalliy murabbiy ishni davom ettirdi va jamoa saralashda muvaffaqiyatli o'tdi. Shundan keyin federatsiya xorijlik mutaxassis taklif qilishga qaror qildi, deya izoh berdi Cannavaro. Italiyalik murabbiy O'zbekistonga ilk bor rasmiy taklifdan ancha oldin tashrif buyurganini ham eslab o'tdi. U afsonalar o'yini doirasida mamlakatga kelib, mahalliy futbol muhiti, infratuzilma va atmosfera bilan tanishib chiqqanini aytdi. Men avval afsonalar o'yinida qatnashish uchun kelganman. Shu orqali muhitni biroz his qildim. O'sha yerda federatsiya vitse-prezidenti bilan uchrashdim. U sobiq xalqaro hakam edi. Biz muloqot qildik. Keyin oradan bir necha hafta o'tib, u menga qo'ng'iroq qildi va uchrashuv taklif qildi. Men esa bu taklifni hech qanday ikkilanishsiz qabul qildim, deydi murabbiy. Cannavaro shuningdek, bu qarorni qabul qilishda moliyaviy jihatlar u qadar muhim bo'lmaganini alohida ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy omil sportiy maqsad va jahon chempionatiga chiqish orzusi bo'lgan. Men u bilan pul yoki boshqa shartlar haqida umuman gaplashmadim. Men uchun eng muhimi jahon chempionatiga chiqish imkoniyati. Buni his qilish, bu yo'ldan o'tish allaqachon katta yutuq, deya so'zini yakunladi Cannavaro. Qayd etish joiz, ushbu intervyu murabbiyning shaxsiy qarashlari va maqsadlarini ochib berishi bilan muxlislarda katta qiziqish uyg'otdi. Endi esa barcha e'tibor uning boshchiligidagi jamoaning kelgusi natijalariga qaratilgan.